2025-yil men uchun katta orzum amalga oshgan yil bo'ldi. Sababi yil boshida o'quv markazimni ochganimga bir oy ham bo'lmagandi va men sekin astalik bilan qizlarga tikuvchilik va dizaynerlikdan dars bera boshladim. O'rgatish usulim ko'pchilikka yoqib, o'quvchilar ko'paya boshlashdi. O'quvchilarim kurs davomida milliy va zamonaviy liboslar tikib, zo'r natijalar ko'rsatishdi. Andoza bilan ishlash, eskizlar chizish, astarli kiyimlarni ham o'rganishdi. O'quvchilarimga sertifikat topshirish va podium yana bir maqsadlarimdan edi. Bu yil ustozlikdagi karyeramning boshlanish yili bo'ldi. Ko'plab o'quvchilar va mijozlarga ham xizmat ko'rsatdik. 2025-yil holatga emas, holatga qaramay rivojlanish kerakligini yana bir bor isbotladi.